Demak, mega to'plam bo'yicha kislorodli organik birikmalar, spirtlar va ko'p atomli spirtlar bo'yicha masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol ishlanishi. Uglevodorodlar tarkibidagi vodorod atomi o'rniga OH guruhi kelishidan hosil bo'ladigan moddalarga biz nima deb ataymiz deyilyapti. Nima deb ataymiz buni? Spirtlar deb ataymiz. Keyingisi bolalar, to'yingan bir atom spirtlarning umumiy formulasi qanday belgilanadi? Plus 1 OH yoki SNH2 plus 2 O, to'g'rimi? Bizda SNH2 plus 1 OH berilyapti. Uchinchi savol. Quyidagi modda xalqaro nomenklatura bo'yicha nomlanadi deyilyapti. Birinchisi metil radikali berilyapti. Hurmatli abituriyentlar, demak, uchinchi savol bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, birinchi dastlab metil radikali bergan. Bunga uglerod kelib birikyapti-da. Ikkita metil radikali mana shu uglerodga birikkanligini mana qog'ozda ikkita holatda berilyapti masala sharti bo'yicha. Keyin yana uglerod beryapti bolalar. Mana yerda etil radikali berilyapti. Va ugleroddan keyin etil radikali keyin OH bunga metil radikali ham kelib birikyapti. Mana etil radikalni ikkita uglerod holatda yozib olsam bo'ladi. Ikkita uglerod holatda yozib oldim. Bunga ham OH birikyapti. Undan keyin yana metil radikali kelyapti dastlab mana. Metil radikali kelyapti mana pastda yozilgan, ko'rayotgan bo'lsa. Endi bolalar buni xalqaro nomenklatura bo'yicha nomlashimiz kerak. Demak, dastlab umumiy uglerodlar sonini ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosiy zanjir bo'yicha 1 2 3 bunda OH 3 dan keyin boshlangan bo'lsa, asosiy zanjir to'liq 4 5 holatda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bolalar asosiy zanjirda 5 ta, demak, spirtlar bo'yicha pentanol deb tugatamiz. Bizda keyin ikkita metil guruh saqlayapti. Shuning uchun 2 dimetil bo'ladi. Keyin 3 ta mana umumiy masala sharti bo'yicha S2H5 holatda berilgan. Javob bo'yicha. Xo'p. Bunda ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, metil mana bu 3 ga kelib birikyapti mana. Metil radikali. Ay zanjiri, asosiy zanjiri mana shunday holatda yozdik, to'g'ridan pastga. Demak, yozib olaman bolalar, mana ikkita metil radikali 2 da turibdi. Demak, yozib olaman. 2 3 ta ham mana metil radikali tutyapti. 2 3 3 metil. Asosiy zanjirda 5 ta uglerod sanaganim uchun pentanol. Uchinchi uglerodda OH funksional guruh kelib birikkan uchun pentanol 3 holatda yozib olaman. Ya'ni nomlanish quyidagicha 2 3 trimetil pentanol 3. Javobimiz bo'lish kerak. A javobda 2 etil 3 dimetil butanol 2 deyapti. Xato. B javob 2 dimetil 3 etil butanol 3 deyapti. Bu ham xato. 3 4 trimetil pentanol 3 ta o'zini beryapti. Bu xato. Demak, mana javobimiz 2 3 trimetil pentanol 3. Mana shu javob D javob to'g'ri ekan. Keyingisi 4. 4da ham spirtni nomlaydi deyilyapti, hurmatli abituriyentlar. Demak, spirtni umumiy yozib olishimiz kerak ekan. Birinchisi metil radikali beryapti. Buni ham quyidagicha tarmoqlar yozib olaman. SH3, keyin SH2 kelyapti. Undan keyin SH kelyapti-da, hurmatli abituriyentlar, bunga SH2 va OH funksional guruhi birikyapti mana. Ham SH2 qilib qo'yaman, SH2 OH. Ham OH qilib qo'yaman. Endi bundan keyin yana SH beryapti, mana tagiga chizib qo'ydim. SH dan keyin yana SH. Bunga metil radikali kelib birikyapti. Pastki qismiga yozib qo'yaman metil radikalini. Xo'p, SH holatda bo'ladigan bo'lsa, bundan keyin bolalar SH2 va SH3 holatda berilyapti mana. SH2 va SH3 radikal holatda yozib olaman. Endi bolalar asosiy zanjirdan nomlaydigan bo'lsak, bizda SH2 OH holatda birikadigan bo'lsa, asosiy zanjir spirt, ya'ni OH tomonidan sanashimiz mumkin bo'ladi. Endi quyidagicha nomlashimiz mumkin. Dastlab SH2 OH berilgan holatda umumiy zanjirda SH2 dan holatda nomlaydigan bo'lsak, chunki OH da umumiy biriktirgan. 2 3 4 va 5 holatda tugaydi. Endi asosiy zanjirda 5 ta bo'ladigan bo'lsa, demak pentanol degan javobda tugashimiz kerak. Mana AB javobda geksan beryapti. Mana AB shundoq chiqib ketdi. Endi hurmatli abituriyentlar 3 ta metil tutyapti. Mana 3-uglerodimizda SH, bunda metil radikali birikkani uchun 3 metil holatda yozib olaman. 3
metil. Keyingisi ikkida etil turibdi, hurmatli abituriyentlar mana. Mana bu SH3, SH2 etil radikalini beradi mana. Quyidagicha SH2 etil radikalini beradi. Demak, ikkida etil asosiy zanjirda 5 ta bo'lgani uchun pentanol holatda yoziladi. Endi bular pentanol holatda bo'ladigan bo'lsa, bilamizki, birda OH tutyapti, pentanol 1 holatda tugatishimiz kerak. Mana o'zi ham berib qo'yibdi. Pentanol 1 ko'pincha yozilmaydi demoqchi edim, qarasam o'zi yozilgan ekan. Xo'p, pentanol 1 holatda yoziladi. Chunki mana 1 ga nima birikyapti? OH guruh kelib birikayotgani uchun. Men o'ylabman 1 da yozmasa kerak deb, ba'zi masalalarda yozilmaydi, shuning uchun yozmasa kerak deb o'ylabman. Javobda yozilgan ekan. Javobimiz D javob bo'ladi.